Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli obunachilar va albatta hurmatli nafaqaxo'rlarimiz. Bugun siz azizlar bilan juda muhim, hayotiy ahamiyatga molik bir mavzuni atroflicha muhokama qilamiz. Hozirgi kunda millionlab insonlarimizni tashvishga solayotgan har bir nafaqaxo'rni bevosita o'ylab qo'ygan savol bor. Ilmaydan boshlab nafaqalar bo'yicha qanday o'zgarishlar kutilmoqda? Yangi qoidalar kimlarga ta'sir qiladi va bu o'zgarishlarga qanday tayyorlanish kerak? Ushbu savollarga bugun ushbu videomizda aniq va batafsil javob beraman. Shuni unutmangki, bu ma'lumotlar shunchaki oddiy yangilik emas, balki sizning kelajakdagi farovon hayotingizga bevosita ta'sir qiladigan o'ta muhim jihatlardir. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu biz uchun katta motivatsiya va bu kabi foydali ma'lumotlarni sizga yetkazib berishimizga yordam beradi. Muammoning mohiyati. Avval qanday edi va endi nima o'zgaradi? Mamlakatimizda nafaqa ta'minoti tizimi doimiy ravishda takomillashib bormoqda. Oldin nafaqalar hisoblash va to'lash tizimi ko'proq an'anaviy, ya'ni qog'ozbozlikka asoslangan edi. Hujjatlarni yig'ish, ularni tegishli idoralarga shaxsan olib borish, navbat kutish kabi holatlar ko'p uchraydi. Nafaqa miqdorini indeksatsiya qilish, ya'ni inflyatsiya hisobiga oshirish mexanizmlari ham ba'zan murakkab bo'lgan va fuqarolar uchun unchalik tushunarli emas edi. Misol uchun ko'p yillar davomida nafaqaxo'rlar nafaqa miqdorining qachon va qancha oshishini aniq bilmas edi. Ayrim hollarda nafaqa tayinlash uchun talab qilinadigan ish staji yoki yosh mezonlari ham ba'zi fuqarolarimiz uchun noqulayliklar tug'dirishi mumkin edi. Ayniqsa, nogironligi bor shaxslar yoki boquvchisini yo'qotgan oilalar uchun nafaqa tayinlashda byurokratik jarayonlar biroz cho'zilishi kuzatilardi. Endilikda esa 20 oydan boshlab nafaqa tizimida bir qator muhim yangiliklar kuchga kiradi. Bu o'zgarishlar nafaqaxo'rlarning hayotini sezilarli darajada soddalashtirish, nafaqa ta'minotining adolatli va shaffof bo'lishini ta'minlash, shuningdek, inflyatsiyaning nafaqa xarid qobiliyatiga salbiy ta'sirini kamaytirishga qaratilgan. Asosiy o'zgarishlar nafaqa miqdorini qayta hisoblash, yangi nafaqa turlarini joriy etish yoki mavjudlarni takomillashtirish, nafaqa tayinlash jarayonlarini raqamlashtirish va eng asosiysi nafaqaxo'rlarga qo'shimcha imtiyozlar berish bilan bog'liq bo'lishi kutilmoqda. Bu o'zgarishlarning tub maqsadi nafaqaxo'rlarning turmush farovonligini yanada oshirish va ularning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishdir. Davlatimiz nafaqaxo'rlarning qadr-qimmatini e'zozlab, ularning munosib keksalik davrini kechirishini ta'minlashga katta e'tibor qaratmoqda. Shu sababli bu yangi qoidalar tizimini yanada insonparvar va samarali qilishga xizmat qiladi. Asosiy qism 1. Batafsil tahlil nimalarni bilish kerak? Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar emas? Keling, endi bu o'zgarishlarni batafsil ko'rib chiqaylik. Kimga bu yangiliklar bevosita ta'sir qiladi, kimlar esa xotirjam bo'lishlari mumkin? Birinchidan, nafaqa miqdorini indeksatsiya qilish, ya'ni inflyatsiyadan himoyalash mexanizmi sezilarli darajada takomillashtiriladi. Avvalgi tizimda bu jarayon ko'pincha qo'lda amalga oshirilardi va uzoq vaqt talab qilishi mumkin edi. Endilikda esa nafaqa miqdorini oshirish avtomatik va tezkor tarzda davlat byudjeti imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda muntazam ravishda amalga oshirilishi kutilmoqda. Bu degani nafaqaxo'rlarning xarid qobiliyati saqlanib qoladi va ularning daromadi inflyatsiya ta'siri ostida qadrsizlanmaydi. Misol 1. Gulnora opa 65 yoshli o'qituvchi. U kertim yil maktabda fidoyi mehnat qilib, o'rtacha 2 million so'm nafaqa olardi. Eski qoidalar bo'yicha uning nafaqasi faqatgina hukumat qaroriga asosan, masalan, yilda 1 marta yoki 2 marta oshirilishi mumkin edi. Bunda nafaqaning o'sish sur'ati inflyatsiya darajasidan ortda qolishi ehtimoli bor edi. Endilikda yangi qoidalar Gulnora opaning nafaqasining har chorakda yoki yarim yilda inflyatsiya darajasiga mos ravishda avtomatik ravishda qayta indeksatsiyalanishini nazarda tutadi. Aytaylik, inflyatsiya 5% ga ko'tarilsa, Gulnora opaning nafaqasi ham shu foizga, ya'ni 5000 so'mga oshirilishi mumkin. Bu Gulnora opaga o'z xarid qobiliyatini saqlab qolish va kundalik ehtiyojlarni bemalol qondirish imkonini beradi. U endi nafaqa oshishini intizorlik bilan kutib o'tirmaydi. Chunki bu jarayon muntazam va shaffof bo'ladi. Ikkinchidan, nafaqa tayinlash va to'lash jarayonlari to'liq raqamlashtiriladi. Bu nafaqaxo'rlar uchun juda katta qulaylik yaratadi. Endi siz hujjatlar to'plash uchun turli idoralarga borib yurmaysiz. Navbatlarda kutmaysiz.
Barcha arizalar va hujjatlar elektron shaklda, birinchi navbatda. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali IDXP orqali yoki davlat xizmatlari markazlari orqali taqdim etiladi. Misol 2, Ali aka 7 yoshli nogironligi bor shaxs. Uning nogironlik nafaqasini rasmiylashtirish yoki qayta ko'rib chiqish muddati kelgan. Avvallari Ali aka avval shifoxonaga borib tibbiy ma'lumotnomalar olardi, so'ngra pensiya jamg'armasiga. Keyin ijtimoiy himoya bo'limlariga borib hujjatlarni qo'lda topshirish kerak edi. Har bir idorada navbatlar, ba'zan hujjatlarning yetishmasligi sababli qaytarilishi kabi holatlar Ali akaga katta qiyinchilik tug'dirardi. Endilikda yangi tizim orqali Ali aka uydan turib, elektron raqamli imzo yordamida 7xp orqali barcha hujjatlarni onlayn topshirishi mumkin. Tibbiy ma'lumotnomalar ham avtomatik tarzda tizimga integratsiya qilingan bo'ladi. Bu Ali akaning vaqtini tejaydi, unga qo'shimcha qiyinchiliklar tug'dirmaydi va jarayonni bir necha barobar tezlashtiradi. Misol uchun, ilgari bu jarayon bir oyga cho'zilishi mumkin bo'lsa, endi bir haftada hal bo'ladi. Uchinchidan, ayrim nafaqa turlarini olish uchun talab qilinadigan shartlar qayta ko'rib chiqiladi. Bu ayniqsa boquvchisini yo'qotgan oilalar va ijtimoiy ehtiyojmand qatlamga mansub shaxslar uchun muhim. Yangi qoidalar ushbu toifadagi fuqarolarga nafaqa olish jarayonini soddalashtirishga qaratilgan bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda, masalan, bolali oilalar uchun nafaqa tayinlashda bolalarning yosh chegarasi oshirilishi yoki talabalar uchun o'qish shakliga bo'lgan talablar yumshatilishi mumkin. Misol 3, Marhamat opaning farzandlari. Marhamat opa kutilmaganda vafot etgan. Uning 2 nafar 25 yoshli qizi va 19 yoshli o'g'li bor. O'g'li oliy ta'lim muassasasida kunduzgi bo'limda tahsil oladi. Eski qoidalarga ko'ra, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi odatda farzandlar 18 yoshga to'lguncha yoki oliy o'quv yurtida o'qiyotgan bo'lsa, 23 yoshgacha to'lanardi. Ammo bu jarayonda o'qish haqida muntazam ma'lumotnoma olib kelish shart edi. Yangi qoidalar bo'yicha esa o'quv yurtlari bilan pensiya jamg'armasi o'rtasida elektron ma'lumot almashish tizimi joriy etilishi mumkin. Bu degani, Marhamat opaning farzandlari har 6 oyda universitetdan ma'lumotnoma olib yurishlari shart emas. Barcha ma'lumotlar avtomatik tarzda yangilanadi. Hatto 19 yoshli o'g'li kechki yoki sirtqi bo'limda o'qisa ham nafaqa olish imkoniyati yaratilishi mumkin. Ilgari faqat kunduzgi bo'lim talabalari nafaqa olish huquqiga ega edi. Bu esa oilaning moddiy ahvolini ancha yaxshilaydi. Kimlar xavotirlanishi kerak? Aslida yangi qoidalar barcha nafaqaxo'rlar uchun qulaylik yaratishga qaratilgan bo'lsa-da, ba'zi toifalar diqqatli bo'lishi zarur. Agar siz hali ham ishlashda davom etayotgan nafaqaxo'r bo'lsangiz, sizning nafaqangizni hisoblashda ishlagan davringizdagi daromadingiz qanday hisobga olinishini aniqlashtirishingiz kerak bo'ladi. Ba'zi hollarda qo'shimcha ish haqi nafaqa miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Agar sizning nafaqa hujjatlaringizda biror bir kamchilik bo'lsa yoki eski namunadagi hujjatlar mavjud bo'lsa, bu o'zgarishlar sizdan ularni yangilashni yoki to'ldirishni talab qilishi mumkin. Masalan, eski mehnat daftarchasidagi yozuvlarning aniqligi juda muhim bo'ladi. Agar sizda bir nechta nafaqa turlari bo'yicha huquq mavjud bo'lsa, masalan, yoshga doir nafaqa va nogironlik nafaqasi, qaysi biri siz uchun foydaliroq ekanligini qayta hisoblab chiqish kerak bo'lishi mumkin. Kimlar xavotirlanishi shart emas. O'z nafaqasini to'liq va muntazam olib kelayotgan, qo'shimcha daromadi yo'q yoki nafaqa tayinlash shartlari aniq bo'lgan nafaqaxo'rlar, elektron tizimlardan foydalanishda tajribasi bor bo'lgan va hujjatlari tartibda bo'lgan fuqarolar. Nafaqa oluvchilarning asosiy qismi ushbu o'zgarishlardan faqatgina foyda ko'radi. Chunki ular nafaqa olish jarayonini soddalashtirish va oshirishga qaratilgan. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar har qanday yangi qoida yoki tartibda bo'lgani kabi nafaqa tizimidagi o'zgarishlarda ham istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan qaltis jihatlar va noaniq nuanslar mavjud. Bularni bilish sizni kutilmagan vaziyatlardan himoya qiladi. Istisnolar. 1. Muayyan toifadagi nafaqaxo'rlar uchun imtiyozlar saqlanib qoladi. Jang faxriylari Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda qatnashgan shaxslar. Shuningdek, davlatimiz oldida alohida xizmat ko'rsatgan shaxslar uchun amaldagi imtiyozlar va qo'shimcha nafaqalar saqlanib qolishi mumkin. Ba'zi hollarda ularning nafaqalarini indeksatsiya qilishda yanada qulayroq shartlar qo'llanilishi mumkin. Misol uchun, ularning nafaqalari boshqa kategoriyadagi nafaqaxo'rlarga nisbatan yuqoriroq foizda oshirilishi mumkin. 2.
vaqtinchalik imtiyozlar va o'tish davri, ba'zi yangi qoidalar bir zumda to'liq kuchga kirmasligi balki ma'lum bir o'tish davrini nazarda tutishi mumkin. Bu masalan yangi talablar ish staji yoki hujjatlar bo'yicha joriy etilganda fuqarolarga ularga moslashish uchun vaqt berilishini anglatadi. Misol uchun, agar yangi tizimda biror hujjat turi qo'shimcha talab etilsa, eski tizim bo'yicha nafaqa olayotganlarga uni ma'lum bir muddat ichida taqdim etish imkoniyati beriladi. O't hududiy xususiyatlar. Garchi nafaqa tizimi butun mamlakat bo'ylab yagona bo'lsa-da, ayrim hududlarning o'ziga xos ijtimoiy iqtisodiy sharoitlardan kelib chiqib, mahalliy hokimiyat organlari tomonidan qo'shimcha ijtimoiy yordam dasturlari joriy etilishi mumkin. Bu nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha imtiyozlar yoki yordam turlarini anglatishi mumkin. Qaltis jihatlar va e'tibor berish lozim bo'lgan holatlar: 1. Hujjatlardagi xatolar va kamchiliklar. Raqamlashtirish jarayonida har bir hujjatning, ayniqsa mehnat daftarchasidagi yozuvlarning aniqligi va to'g'riligi juda muhim. Agar mehnat daftarchangizda o'chirishlar, tuzatishlar yoki noto'g'ri yozuvlar bo'lsa, bu nafaqa tayinlash jarayonida kechikishlarga yoki hattoki nafaqa miqdorining noto'g'ri hisoblanishiga sabab bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda arxiv ma'lumotlari yoki sud orqali ish stajini tasdiqlash talab qilinishi mumkin. 2. Qoidalarni noto'g'ri talqin qilish. Yangi qoidalarning murakkabligi sababli ularni noto'g'ri tushunish yoki talqin qilish ehtimoli bor. Ba'zi nafaqaxo'rlar o'zlariga tegishli bo'lmagan yangiliklarni o'zlariga tegishli deb o'ylashlari yoki aksincha o'zlariga tegishli muhim o'zgarishlardan bexabar qolishlari mumkin. Shu sababli faqat rasmiy manbalardan olingan ma'lumotlarga tayanish lozim. Firibgarlik holatlari. Nafaqa tizimidagi har qanday o'zgarishlardan firibgarlar foydalanishga urinishlari mumkin. Telefon orqali nafaqangiz oshdi, kartangiz raqamini ayting yoki yangilash kerak, SMS kodini bering kabi chaqiriqlarga aslo ishonmang. Pensiya jamg'armasi xodimlari hech qachon sizdan bank kartangiz raqami yoki boshqa shaxsiy maxfiy ma'lumotlarni so'ramaydi. Shaxsiy ma'lumotlaringizni begonalarga bermang. Noto'g'ri ma'lumotlar bilan murojaat qilish. Agar siz bilmasdan yoki ataylab noto'g'ri ma'lumotlar bilan murojaat qilsangiz, bu nafaqa tayinlashni rad etishga yoki keyinchalik noto'g'ri to'langan summalarni qaytarib olishga sabab bo'lishi mumkin. Hujjatlaringizni topshirishdan oldin ularni diqqat bilan tekshiring. Noaniq nuanslar iriy. Raqamlashtirishning roli va raqamli savodxonlik. Yangi tizimda ko'p jarayonlar onlayn amalga oshiriladi. Bu raqamli savodxonlik darajasi past bo'lgan keksa avlod uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Ammo davlat xizmatlari markazlari yoki pensiya jamg'armasi mutaxassislari bu borada yordam ko'rsatishga tayyor turadi. Ularga murojaat qilishdan tortinmang. 2. Xorijda ishlagan da'volarni hisobga olish. Agar siz xorijiy davlatlarda ishlagan bo'lsangiz va o'sha mamlakatlar bilan O'zbekiston o'rtasida pensiya ta'minoti bo'yicha shartnomalar mavjud bo'lsa, bu ish stajini hisobga olish tartibi ham yangi qoidalar doirasida aniqlashtirilishi mumkin. Bu murakkab jarayon bo'lib, har bir holat individual ko'rib chiqiladi. Qo'shimcha imtiyozlar uchun faol harakat qilish zaruriyati. Ba'zi yangi imtiyozlar yoki yordam turlari avtomatik tarzda tayinlanmasligi, balki fuqarodan uning uchun alohida ariza topshirishni talab qilishi mumkin. Masalan, kommunal to'lovlar uchun subsidiya yoki boshqa moddiy yordamni olish uchun qo'shimcha murojaatlar zarur bo'ladi. Shu sababli barcha yangiliklardan xabardor bo'lish va tegishli choralar ko'rish muhimdir. Praktik tavsiyalar. Tomoshabin nima qilish kerak? Xo'sh, aziz do'stlar, yuqorida aytib o'tilgan barcha o'zgarishlarni inobatga olgan holda sizning harakatlaringiz qanday bo'lishi kerak? Qadam-baqadam aniq ko'rsatmalar beraman. 1. Rasmiy ma'lumot manbalarini kuzatib boring. Eng birinchi va asosiy qoida faqatgina ishonchli va rasmiy manbalardan olingan ma'lumotlarga ishoning. Bular O'zbekiston Respublikasi Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti, Ijtimoiy himoya agentligining rasmiy sahifalari, davlat xizmatlari markazlarining ma'lumot portallari va rasmiy davlat ommaviy axborot vositalari, telekanallar, gazetalar, yangilik saytlari. Turli mish-mishlar va tasdiqlanmagan xabarlarga ishonmang. Ular sizni chalg'itishi mumkin. 2. Hujjatlaringizni tartibga soling va tayyorlab qo'ying. Eng muhimi, bu sizning shaxsiy hujjatlaringiz. Pasportingizning amal qilish muddatini tekshiring. Agar u eskirgan bo'lsa, uni almashtiring. Mehnat daftarchangizni diqqat bilan ko'zdan kechiring. Undagi barcha yozuvlar aniq va tushunarli ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir xatolar yoki o'chirishlar bo'lsa,
ish beruvchingizdan yoki pensiya jamg'armasidan maslahat oling. Ba'zan arxiv ma'lumotnomalarni olish talab qilinishi mumkin. Diplom, nikoh guvohnomasi. Farzandlaringizning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, ayniqsa o'quvchisini yo'qotganlik nafaqasi uchun harbiy guvohnoma, tibbiy ma'lumotnomalar nogironlik nafaqasi uchun kabi hujjatlaringizning asl nusxalari va nusxalarini tartiblab alohida papkada saqlang. Bank hisob raqamingiz ma'lumotlarini, karta raqami AIN ham tayyorlab qo'ying. Qayerga murojaat qilish kerak? Elektron shaxsiy davlat xizmatlari portali my.gov orqali elektron raqamli imzo yordamida nafaqa tayinlash. Qayta hisoblash yoki ma'lumot olish bo'yicha ariza yuborishingiz mumkin. Bu eng tezkor va qulay usul. Agar eringiz bo'lmasa, uni davlat xizmatlari markazlaridan olishingiz mumkin. Shaxsan murojaat qilish uchun eng yaqin davlat xizmatlari markazi DXM ga tashrif buyuring. U yerda mutaxassislar sizga barcha hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirishda va elektron tizimda ariza yuborishda yordam berishadi. Bu markazlar ko'pincha bir darcha tamoyili asosida ishlaydi. Ya'ni barcha kerakli xizmatlarni bir joydan olishingiz mumkin. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari agar sizda juda murakkab yoki noaniq vaziyat bo'lsa, masalan, ish stajini tasdiqlashda qiyinchiliklar tug'ilsa, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga shaxsan murojaat qilishingiz mumkin. U yerda sizga individual maslahat berishadi. 4. Nima yozish kerak? Odatda sizdan standart ariza shaklini to'ldirish talab qilinadi. Bu shakllarni DXM xodimlaridan olishingiz yoki my.gov portalidan yuklab olishingiz mumkin. Arizada siz o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, nafaqa turini, yoshga doir, nogironlik, o'quvchisini yo'qotganlik va hokazo. Shuningdek, nafaqani olish usulini bank kartasiga o'tkazish yoki pochta orqali ko'rsatasiz. Arizada aniq va to'g'ri ma'lumotlarni kiriting. 5. Muddatlar va qayta aloqa. Arizani topshirganingizdan so'ng sizga uning ro'yxatdan o'tganligi haqida xabarnoma ko'pincha SMS orqali keladi. Odatda nafaqa tayinlash yoki qayta hisoblash jarayoni ma'lum bir muddatni, masalan, 10-15 ish kunini oladi. Bu muddat tugagandan so'ng sizga qaror haqida yana bir xabarnoma keladi. Agar biror muammo tug'ilsa, pensiya jamg'armasining ishonch telefonlariga ularning rasmiy saytida ko'rsatiladi. Qo'ng'iroq qilib murojaatingiz holatini bilib olishingiz mumkin. 6. Raqamli savodxonligingizni oshiring. Agar siz elektron tizimlardan foydalanishda qiynalsangiz, yosh oila a'zolaringizdan yordam so'rang yoki DXM xodimlari ko'rsatmalariga amal qiling. Hozirgi zamonda raqamli ko'nikmalarga ega bo'lish juda muhim. Bu kelajakda boshqa davlat xizmatlaridan foydalanishda ham sizga yordam beradi. Xulosa va yakuniy chorlov aziz nafaqaxo'rlar va kanalimiz obunachilari. Ko'rib turganingizdek, 1 maydan boshlab nafaqa tizimida juda katta va muhim o'zgarishlar kuchga kiradi. Bu o'zgarish sizning hayotingizni yanada qulaylashtirish, nafaqa ta'minotini adolatli va shaffof qilishga qaratilgan. Ushbu yangiliklarni to'g'ri tushunish va ularga oldindan tayyorlanish sizning moddiy farovonligingizni oshirishga va kutilmagan muammolarning oldini olishga yordam beradi. Shuni unutmangki, har bir fuqaroning nafaqa olish huquqi qonun bilan himoyalangan va davlatimiz barcha nafaqaxo'rlarga munosib g'amxo'rlik ko'rsatishga intilmoqda. Shu sababli berilgan tavsiyalarga amal qiling. Hujjatlaringizni tartibga soling va rasmiy manbalardan ma'lumot oling. Ushbu videoni tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Sizning fikrlaringiz biz uchun juda muhim. Yangi qoidalar haqida nima deb o'ylaysiz? Savollaringiz bormi? Fikrlaringizni, savollaringizni va takliflaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Ularni diqqat bilan o'rganib chiqamiz va keyingi videolarimizda e'tiborga olishga harakat qilamiz. Videoni do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan ham baham ko'ring. Ayniqsa nafaqaxo'rlarimizga bu ma'lumotlar juda kerak. Kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.